Ko'pchilik LDSP va LMDF mahsulotlarini adashtirib yuboradi. Kelinglar men sizlarga 1 minut ichida ularning farqini aytaman. Demak, birinchi farqi bu narxida. LDSP mahsulotlari LMDF ga qaraganda arzonroq bo'ladi. Maslahatim, uyingizga agar birorta mebel qilmoqchi bo'lsangiz, yengilroq LDSP dan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Ikkinchi farqi bu chidamlilikda. Ko'rib turganingizdek, mana shu ikkita mahsulotni farqini topish juda ham qiyin. Bunisi LDSP, bunisi esa LMDF. Buni farqi nimada? LDSP ko'proq yengil mebellar, misol uchun uydagi bolalar shkafi, javon yoki barcha uydagi yengil mebellar uchun ishlatiladi. LMDF mahsulotlari og'irroq va mustahkamroq bo'ladi. Bularni asosan ofis, turli xil kafelar va restorandagi mebellar uchun ishlatsa bo'ladi. LMDF mahsulotlari ichki dizayn uchun juda ham yaxshi tanlov. Ko'rib turganingizdek, LDSP ning yuzalari silliq va oddiy. LMDF ga esa istalgan shaklni berish mumkin. Naqshli, zamonaviy dizaynlar uchun ayni muddao. Masalan, eshik panellari yoki kafelardagi dekorlar uchun bemalol ishlatsa bo'ladi. Endi siz qanday mahsulot tanlashni bilasiz. Yanada qiziqroq ma'lumotlar uchun Haddikor sahifasiga obuna bo'lishni unutmang.